Hey, nima yaptingizmi? Sen internet kursidan yaxshilab eshitgan. Короче, ana kuni tasman tanishdim-da. O'sha bilan ko'rishib Naqli o'rtog'im gaplashaymi senga. Kelasan. Voy, gras. Sen odam bo'lmaysan-a? Ya, kerak emas hech kim gaplashma. O'z ishlayingda o'nglanayapti-yu. Chapga o'ngga bo'lib ketmasin yana. Mana ertalabdan bo'layotgan ish qara. Kiradigan joyiga kirib ketdi onasini inson. Dinamarkani orqasidan yetib oldim-da. Bo'pti, siqilma, o'zing hech narsa qilmabdi-yu. Va kimga tashyapsan? Jasarga nima qo'rqasan, mazgi. Ke Jas. O'tirimiz biz ham mahallaga tushib olaylik. Nima gap, ey? Bayrammi? Ya, o'rtoq mahalla berib chiqa olmayman. Ishdaman, odam kutolman. Ertasi yo'q. Turib, nima gap? Tog'ma ketyaptimi hamida bori? Oybek ketyapmiz, o'tasanmi? Qo'y. Mana qara baho. Men sen yo'q bo'lib qolding. Men telefoning uchun sen men topib bo'lmayapti. Menga yetgan shuni o'qiyapsan, yozmayapsan. Ana shahriy telefon qilyapti menga. iPhone olib ketgan ekansan do'kondan borib. Oka ertaga olib kelib beraman dedi. Bir hafta bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi deb. Nima qilyapsan? Sen qo'lingda iPhone ko'rmadim-ku? Men shaharda emasman, xullas. Tashqariga chiqib ketganman. Uydagilar ham qilib yotishdi, ko'tarmayman hech kimni telefonini. Bolalar puliga keladigan bo'lsa, endi qisib tursan, hammasi qilib beraman o'sha pulni namincha. O'yinga qo'yuvdim, oqib ketdi. Qattan bilib o'tiraman endi mana bunaqa oqib ketishini. Men sendan kechirim so'rayman, o'rtoq. Vaqtida seni to'g'ri yo'lga qaytarishim kerak edi. Savol javobing oson bo'lsa. Bu meni senga yuborayotgan oxirgi videoyim. Keyin hamma gaplashgan peripiskamizni ham o'chirib tashlayman. Sendan yaxshi xotira qolishini xohlayman.